Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yana mana shu TTZ massivini aylanib yuribman. Shaharning o'rtasida qaranglar, qanaqa gullar o'sib yotibdi. Buni go'zalligini nima desam ekan, bu kamera bera olmaydi, lekin o'zim hayronman. Shunchalik betakror gullar o'sib yotibdi. Bu albatta yovvoyi gullar, lekin xuddi haligi keng dalada yoki bo'lmasam o'rmonda o'sib yotgandek bu ko'm-ko'k gullarni ko'rib o'zim ham hayron qolyapman. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Shunaqa chiroyli shahrimiz Toshkentning go'zalligiga ko'z tegmasin deyman. Shahar markazida albatta dekorativ gullar ekilgan, juda go'zal. Shahar markazidagi o'sha xiyobonlarda, yo'l chetlarida, lekin mana bu joydagi tabiiy o'sib yotgan, tabiat qo'ynida bo'ladigan, o'sha keng dalalarda bo'ladigan, tog'larda bo'ladigan gullar mana shaharda o'sib, o'sha odam ko'zini quvontiradigan darajada bo'lib yotibdi. Shunga bu go'zallikni tasvirga olib sizlar bilan bo'lishkim keldi.